Ovqatlanish ham bir odob. Shuning uchun ulug'larimiz farzand va nabiralariga taomlanish odobini alohida ta'lim beradilar. Bugungi kunda butun olam bir ko'zgu bo'lib turgan davrimizda hayvonlarga o'xshab ovqatlanib, butun boshli millatimizni sharmanda qilayotgan insonlar haqida nima ham deyishimiz mumkin. Hatto ba'zi xorijliklar o'zbeklar cho'chqa go'shti yemas ekan, ammo cho'chqa kabi yer ekan degan sha'nimizga mutlaqo mos kelmaydigan so'zlarni ham aytishmoqda. Ovqat bu insonning beli tik turishi va kunlik mehnatiga yarashi uchun iste'mol qilinadigan oddiy bir ozuqa. Har bir millatning o'ziga xos va mos taomlari bor. Masalan, turklar o'zlarining menemenlari bilan, arablar mandiylari bilan, biz esa palovxon to'ramiz va turli nomli somsalarimiz bilan nom qozonganmiz. Insonlar yeb ichish borasida ikki turga ajraydilar. Yeyish uchun yashaydiganlar va yashash uchun yeydiganlar. O'ylaymizki, siz ham bu kinoyamizdan tushundingizki, mavzuyimiz qandaydir ovqatlarning nomi yoki qaysidir millatning taomlari haqida emas. Balki bugungi mavzuyimiz o'zbeklar deganda xalqimizni kim ko'p yeyish yoki kim tez va xunuk yeyish bilan dunyoga qo'shtirnoq ichida mashhur qilayotgan yeb to'ymaslar haqida bo'ladi. O'zbekistonda yangi rekord. Men bugun operatsiyadan keyin necha sho'rva ichib bilishimni sinashga Chevrolet kafega keldim. Ovqatlanish ham bir odob. Shuning uchun ulug'larimiz farzand va nabiralariga taomlanish odobini alohida ta'lim beradilar. Agarda biror oilaning farzandi mehmondorchilikda yoki biror bir begona insonlarning yonida odobsizlarcha, ochofatlarcha taomlansa bormi, shu oilaning qanday hijolatga qolishini barchamiz juda yaxshi tasavvur qila olamiz. Bugungi kunda butun olam bir ko'zgu bo'lib turgan davrimizda hayvonlarga o'xshab ovqatlanib, butun boshli millatimizni sharmanda qilayotgan insonlar haqida nima ham deyishimiz mumkin. So'nggi yillarda yurtimizdagi ayrim restoran va oshxonalarda turli taomlarni juda tez va qisqa fursat ichida yeb bitirish evaziga beriladigan arzimagan mukofotli, lekin turgan bitgani zararli bo'lgan bellashuvlar uyushtirish keskin ommalashdi. Bu albatta boshqa millat vakillariga taqlid natijasida yuzaga kelmoqda. Negaki yaqin o'tmishdagi bobo va momolarimiz bunday sharafsiz ishlardan juda uzoqda bo'lishgan. Ming afsuski, hozirda jamiyatimiz ichida arzimagan chaqa-chuqalar evaziga butun xalqning ko'z o'ngida bo'kib ovqatlanib, o'z obro'siga putur yetkazayotgan yurtdoshlarimiz ham topilib qolmoqda. Yana ham achinarlisi, bu yeb to'ymaslarning ham millionlagan obunachilari va qo'llab-quvvatlovchilari borligidadir. Hozirda davlatlar o'zlarining harbiy qurollari, super avtomobillari va robot texnikalari bilan dunyoni lol qoldirayotgan va rekordlar o'rnatayotgan bo'lsa, bizda hali ham o'sha eski mavzular. 8 tonnalik osh, 20 metrlik shashlik, 5 kilolik somsalarimiz bilan dunyoga faqatgina yeb ichishda nariga o'tmaydigan millat sifatida tanilmoqdamiz. Hatto ba'zi xorijliklar o'zbeklar cho'chqa go'shti yemas ekan, ammo cho'chqa kabi yer ekan degan sha'nimizga mutlaqo mos kelmaydigan so'zlarni ham aytishmoqda. O'ylaymizki, ushbu taomlarni tez yeb bitirishga oid rekordlarni ko'pchilik allaqachon internet tarmoqlarida ko'rib ulgurgan. Deyarli 1,5 kilogramm oshni 8 daqiqada bir o'zi yeb bitirib rekord o'rnatgan yurtdoshimiz ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Futbolchilarimizda ham topilmaydigan tezlik sohibi bo'lgan ushbu yurtdoshimizning rekordini hatto ayrim rasmiy kanallar ham e'lon qildi. O'zbekistonda erkak 8 daqiqada 1.2 kilogramm palov yeb rekord o'rnatdi va shu bilan birga 10 million so'm yutdi. U 8 kishi yeydigan taomni yagona o'zi tugatishga muvaffaq bo'ldi. Agar dunyo bo'yicha ovqat yeyish chempionati bo'lganida, o'zbeklar albatta g'olib chiqardi. Bu esa umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan ish. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bu ish bizning millatimiz uchun obro'mi yoki hijolat? Foydami yoki zarar? Bunday yeb to'ymaslar tanlovlarida ishtirok etayotgan yurtdoshlarimizga ham savol beramiz. Inson obro'ni misqollab yig'adi, lekin qaysidir bir ishi sababli uni bir zumda yo'qotadi. Ana shu challenge nomi ostida qilayotgan ishlaringizni nafaqat xalqimiz, balki butun dunyo kuzatmoqda. Shunda siz obro' qozonyapsizmi yoki yo'qotyapsiz? Kelajakda sizning farzandingiz yoki sizga aloqador shaxslarni falonchi yeb to'ymasning yoki falonchi ochofatning farzandi yoki yaqini deyilishidan uyalmaysizmi? Yoki eng kamida o'z joningizga achinmaysizmi? Rahmingiz kelmaydimi? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab noto'g'ri ovqatlanish natijasida taxminan 8 million kishi hayotdan ko'z yumsa, semizlik va ortiqcha vazn natijasida 5 milliondan ortiq inson o'lim farishtasi bilan yuzma-yuz kelmoqda. Xo'sh, tomog'ingizdan o'tgunicha davom etadigan qisqagina lazzat uchun butun umringizni qurbon qilishga va ushbu millionlardan biri bo'lishga rozimisiz? Bundan tashqari keragidan ortiqcha ovqatlanishda xalqimiz suymaydigan
isrof degan nomaqbul ish ham bor. Eng kamida 4-5 kishi taomlanadigan ovqatni bir o'zi paqqos tushirayotgan yurtdoshlarimiz ham ovqatni, ham qimmatbaho sog'liklarini isrof qilmoqdalar. Bularga muntazam obunachi bo'lib, tinimsiz kuzatayotganlarning isrof bo'layotgan vaqtlarini esa gapirmasak ham bo'laveradi. Shu o'rinda bir eslatma qilib qo'yaylik. Xalqimizning noning halol bo'lsa ko'chada ye degan maqoli insonlarni halol rizq topishga va harom yo'l bilan topilgan rizqdan ehtiyot bo'lishga undash uchun aytilgan. O'z pulingga olsang, istagan yeringda istaganingcha bo'kib yeyaver deyish uchun emas. Qadrli yurtdoshlar, jamiyatimizda sodir bo'layotgan milliyligimizga va qadriyatlarimizga mutlaqo mos kelmaydigan bunday ishlarga barchamiz yelkama-yelka qarshi turishimiz shart va bu bizning insoniy va iymoniy burchimizdir. Axir vatanimiz o'z davrida butun dunyoga ilm-fanda ustoz bo'lgan emasmi? Ha deb ajdodlarimiz bilan faxrlanaverish o'rniga o'zimiz ham ularga o'xshashga harakat qilaylik. Jamiyatimiz ichida sodir bo'layotgan kamchiliklarni shaxsiy muammoyimiz deb qabul qilib, unga qo'limizdan kelganicha yechim izlaylik. Shundagina ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan yuksalishlar sodir bo'ladi. Aks holda o'rmonga o't ketsa ho'l quruq baravar yonadi deganlaridek, ayrim insonlarning sharmandali ishlari butun bir millatimizga nisbat berilishi mumkin. Loqaydlikka yo'l qo'ymaylik.